Ingliz tilida vaqt predloglari in, on va at yodlash uchun mutlaqo mantiqsiz yoki chalkashdek tuyuladi. Biroq ular aslida o'lchamga, hajmga asoslangan qat'iy vizual qoidalarga amal qiladi. Keling, aniq bir voqelikni misol qilib olaylik. Yanvar oyida dushanba kunidagi soat 9 dagi tug'ilgan kun nonushtasi haqida gaplashamiz. Bu holatda xuddi soat millari 9 ni ko'rsatgandek aniq nuqtali lahzalar uchun eng kichik predlog bloklaridan foydalanamiz. Ya'ni at ko'makchisidan foydalanamiz. Endi bir qadam orqaga chekinamiz va kattalashamiz. O'sha aniq daqiqa bir kunning ichida joylashgan. Taqvimdagi ro'porosa bir kun o'lchamiga teng bo'lgan har qanday vaqt uchun biz on ko'makchisidan, ya'ni da degan ma'nosini berish uchun foydalanamiz. Xo'sh, agar dushanba tongi, ya'ni Monday morning demoqchi bo'lsak-chi? Bu holatda ham qoida o'z kuchida qoladi. Bunda aniq bir kun nazarda tutilganligi sababli baribir on ko'makchisidan foydalanamiz, ya'ni on Monday morning. Va nihoyat o'sha bir kun oy yoki yil kabi vaqtning ulkan hajmidagi sig'imi ichida yashaydi. Biz bunday ulkan vaqt oralig'ini ifodalash uchun in ko'makchisidan foydalanamiz. Ingliz tilida istisno holatlar juda ham ko'p. Ya'ni night kunning ma'lum bir qismi bo'lishiga qaramasdan, unga nisbatan in emas, bu yerda at ko'makchisidan foydalanamiz. Ya'ni bu qoidaga bo'ysunmaydigan holat hisoblanadi. Misol uchun, the stars shine at night, ya'ni yulduzlar tunda porlaydi. Shunday qilib, o'sha tug'ilgan kundagi nonushtani rejalashtirayotganingizda taxmin qilishingiz shart emas. U soat 9 da at 9 o'clock, dushanba kuni on Monday, yanvar oyida in January bo'lib o'tadi. Shunchaki o'lcham ketma-ketligiga ergashsangiz kifoya.